hammasi cho'tki. Men ismim Abdug'aniy Soliha. Hozirda Topex texnikumda dasturlash yo'nalishida o'qiyapman. Nega aynan dasturlash yo'nalishini tanladim? Ushbu yo'nalishga qiziqishim kichkinaligimdan davomli kompyuter sabab bo'lgan. Buni kichkinaligimdan juda orzu qilib kelardim, o'zimda kompyuterim bo'lishini, shu sohada yaxshi mutaxassisni, yaxshi o'rinlarni egallashni va hozirda bu ustida yanada ko'proq ishlayapman. Nega aynan Topex? Bu yerdagi muhit odamni dilini yayratadi. Ustozlar bilan, kursdoshlarim bilan bo'layotgan quvnoq daqiqalar, yoqimli xotiralar meni har doimgi masalan xafa bo'lib kelayotgandagi holatlarimda ham quvonchga, kulishimga sabab bo'ladi. Men Topexni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Chunki bu yerdagi o'quvchilar, ustozlar hammasi cho'tki, ya'ni zo'r ustozlar va zo'r kursdoshlar men uchun. Va qolgan sinfdoshlarimga ham buni tavsiya qilgan bo'lardim. Hech qachon afsuslanmaysizlar bu yerga kelib o'qisanglar. Vaqtinglar behudaga ketmaydi. Tezroq maqsadga erishish uchun men Topexni tanlaganman. Chunki 2 yil muddat ichida sertifikat olish va o'zim xohlagan institutga topshirish men uchun kam muddat bo'lgani uchun aynan Topexda bu narsani, natijalarini ko'rganim va xulosa chiqarganim uchun bu Topexni tanlaganman. Hozirda ko'plab natijalarga erishib kelmoqdaman. Shu kungacha yaxshi natijalarga erishib kelganligim uchun ustozimga, ota-onamga, hammasiga minnatdorlik bildiraman va men tengi o'quvchilar, kursdoshlarim, Topexdagi hamma o'quvchilarga omad tilab qolaman. Kelajakda hammalari yaxshi kasb egalari bo'lishini va orzu niyatlariga yetib yurishlarini tilab qolaman.